chilla yondiradi. Wow. Yangi Sprite salqinlantiradi. Mana bu yerda berkingan odamni ko'rasizmi? Endi bu yerdachi? Bunisida esa aniq ko'rmayotgan bo'lsangiz kerak. Bugun men shunaqa berkingan odamlarni topishim kerak bo'ladi. Va bizda 6 ta ishtirokchi bor. Bularning hammasi mana shu katta dachada niqoblar bilan berkinishadi. Chunki bu videoda biz niqobli berkinmachoq videosini olamiz. Bari bo'lsam hamma berkinishga ketsin. Va do'stlar, shu bilan vaqt ketdi va bolalarni berkinishiga atigi 2 soat beriladi va 2 soatdan keyin esa men ularni qidirishga kelaman. Va ana endi esa men dashdan chiqib ketdim. Bizadachi sirli ishtirokchi bor. Sirli ishtirokchi? Da. Tipa yangi bolaman. No, yangi bola emas, taniysan uni. Ya shoshing, berkinadimi nima u? Xullas, yaxshilarni shuni topasan, ko'rasan. Qo'llayotgan sirli ishtirokchini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasiz. Va endi bo'lmasam, video boshlandi. Bu videoda nima qoldi? Darknet 7-qismni so'rayotgan insonlar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki Darknet 7-qism chiqishdan oldin sizlar mana shu challenge deb bo'lgan voqeani bilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki Darknet 7-qismda qanaqa klon kelishi va yana boshqa ma'lumotlarni mana shu videoda biz kutmagan holimizda klon va sirli qahramon kelib o'tishdi. To'g'risi men o'zim hayratga tushdim va qolgan ishtirokchilar bundan qo'rqib ketishdan xavotir oldim. Lekin to'liq voqeani video davomida to'liq ko'rib chiqing va albatta o'zlaringiz fikrlaringizni komment yozib qoldiringlar. Va aytgancha, agarda bundan keyingi video Darknet 7-qism bo'lishini xohlasanglar, shuncha so'radinglar. Sizga ikkitagina shart, har doimgidek birinchisi 101 ming like, hozirroq like bosing. Keyingi shart, ya'ni ikkinchi shart esa 22 ming yangi obunachi kerak menga. Shuning uchun ham obuna bo'ling, tezroq 4 millionga chiqaylik, chunki bu mening orzuyim. Va endi bo'lmasa navbat ishtirokchilarimizni niqob yordamida berkinishiga. Let's go. Bizda полный dacha bor va bu yerda sirli xona bor. Yopiq. Men mashina bekiraman. Ustimdan bo'yab qo'yinglar. Men mashina qayerdadir qolishim kerak. Hamma uy ichiga qochdi. Men bo'lsa tashqarida bekinaman. Chunki birinchi bor uy ichini qidiradi, uydagilarni topadi, keyin bo'lsa meni oxiri topadi. Bo'pti, yaxshilab berkininglar. Bo'lmasam biz dashdan chiqib ketdik. Va endi yuring, mashinada o'tirib biz aylanib yuramiz. Mashina uy bilan issiq ekan. Endi men bo'lsa qatga bekinsam ekan, ha? Qatga bekinsam ekan. Hojatiga bekinsanmi ekan? Yo'q, bu odam bittada topqolar omonxon mana. Osonroq joyiga bekinish kerak-da. Tepaga yopish olaymi-ki, Spider-Manga o'xshab. Bizda mana shu dekorativ devor bor. Hozir bitta kadrni ko'rsatib ko'raman. Qanaqa bekinish mumkin? Variant. Misol uchun mana shunaqa. Hop, yotoqxonagami? Mashina qachdi tegiga kirib olsammikin? Yo, mana bitta kompyuterlar bor ekan. Voy, buncha joy ko'p. Qaysi biriga bekinsam ekan? Mana bitta tepali ham bor ekan. Hop, o'ylashim kerak. Yo, men pastga tushib ketaman. Yo'g'i bola chiqyapti. Xullas jigarlar, hamma ichkariga bekon oldi-yu. Umuman tashqarini keyin oxirida qaraydi. Chunki birinchi ichgan qaraydi, ungacha qolganlarni topib bo'lsa kerak. Men hozir prям zo'r joy topishim kerak. Hech kim o'ylamaydigan bo'lish kerak. Ketdik. O'tirlarni tegirib ustimga o'tirlarni qo'yib olsam-chi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu oddiy berkinmachoq emas, bu niqobli berkinmachoq-ku. Bolalarning eng yoqtirgan xonasida polga hech kim qaramaydi. Shunga ham mana shunaqa variant haqida o'yladim. Eng pastdagi stoykani tagiga tushib oladi. Men esa примерно mana shunaqa bekinaman. Слишком oddiy narsa. Menga o'zlaringiz bilasizlar, men juda ekstremal narsa yoqtiraman. Поэтому bu yerda pardalar ham bor. Orqasiga bekinishimiz mumkin. Lekin bu oddiy bekinmachoq emas, niqobli bekinmachoq. Shunga ham men примерно mana shunaqa turishim mumkin. Lekin bizda hozir 2 soat bor, shunga ham yana ko'proq joy qidirib ko'raman. Bitta maskirovka xayolimga keldi. Men baribir ozg'inman-ku. Shuning uchun prosta men buni oldiga bundoq turib. Top bo'lmaydi-ya mana. Nirganda. Va bolalar berkingungacha men mazza qilib, xohlangachim qilaman. Va aytgancha, men bitta o'zim emas, men bilan birga Maqsudam bor. Yo, o'rtoqlar, hozir biz Omon aka bilan ko'ngil xushlik qilamiz. Birinchi yo'l biz qiladigan ishimiz, sizlar yozgan kommentariyalarga javob beramiz. Ya'ni top 3 ta sizlardan kelgan qiziqarli savollarga. Maqsud tayyormisan? Davay. Va eng qizig'i, bu hamma qiziqarli savollar Darknet mavzusi bo'yicha, ya'ni bizning eng mashhur serialimiz va har bitta seriya salkam 10 million prosmotr bo'layotgan Darknet seriali haqida gapiramiz sizlarga. Xo'p, birinchi savol, Darknet 7-qism qachon chiqadi? Darknet 7-qism, to'g'risini aytsam, sizlar bu videoni ko'rayotgan paytinglar, biz o'sha Darknet 7-qismni suratga olib bo'lgan bo'lamiz. Faqatgina u video shunaqangi masshtabli video va shunaqangi qiziqarli video bo'lganki, montajga sal ko'proq vaqt ketdi. Shuning uchun ham to 7-qismgacha sizlar mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Va agar sizlar tezroq 7-qism chiqishini xohlasanglar, hozirroq like bosinglar. Va albatta 101 ming like va 22 ming yangi obunachi bizga kerak. Ya'ni Darknet 7-qism chiqadi deb so'rayotgan hamma obunachalarim uchun Darknet tez kunda chiqadi. Aynan
aynan qachonligini YouTube kanalimizda kuzatib borsanglar bilasizlar. Va ikkinchi savol Sardorda so'rashyapti. Sardor qayerda? Sardor qayerga yo'qolib qoldi deb. Sardor hozir to'g'risi bu haqida men hech qanaqa ma'lumot berishni xohlamayman. Faqatgina mana shu Dark Knight 7 va 8-qism ketma-ket chiqadi. O'sha paytda ko'rib bo'la olasizlar do'stlar. Chunki ishoninglar, juda bir bomba bo'lganda yangi qism. Shuning uchun like bosinglar. Xo'p, oxirgi savol berib bo'ldi. Keyin ketamiz. Uchinchi savol 4 million obunachiga fan strecha qilasizmi deb so'rashyapti. Xo'sh, do'stlar, 4 million obunachiga fan strecha qilamanmi, yo'qmi? Uni oldin 4 million bo'lgandan keyin bilib olamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'lmagan hamma obuna bo'lsin. Chunki 4 million obunachiga qancha? 400 qanchadir ming. Balkim siz videoni ko'rayotgan paytingiz o'sha undan ham kam qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq obuna ham bo'linglar. Всё. Ana endi bilasanmi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ko'chadan merchim bilan yurmaydi. O'rniga bir boshiga kiyim oling. Shuning uchun ham samanga kiyim olib berasan. Bo'ldi, davay. Ketdik bo'lmasam. Ular o'zicha tepalik chiqibdi, lekin bilaman birinchi bo'lib sharqatiradi. Voy, bo'pti, kadubkalar bor ekan. Kadubkalarning odasiga hozir bir amallab berkin bo'laman, ko'rasiz o'zinglar ham omonxon точно topolmaydi. Xo'p do'stlar, men qayerga yashinsamikin a? Ko'chadagi basseynda o'sha sari cho'milib yotibdi. O'shaning uchun men o'tga yashin olmayman. Ichkaridagi basseynchi. Ichkari basseynga kirsang nima bo'ladi? Umar bor ekan, qoch. Xullas bolalarni haydamasam, o'sha meni joyimga kelib olmoqchi. Birinchi navbatda men bu yoqda qanaqa qilib berkinish yo'lini topishim kerak. Voy, yuzimni to'sib olsamchi? Yo'q, men kiyib olaymi? Va shunaqa qilib Umarbek o'ylagan g'oyasi bo'yicha beligacha korobkalarni kiyib oldi. Xullas o'rtoqlar, hamma xonalarga kirib chiqdim. Menga ikkita variant keldi. Bittasi ustimga toshla qo'ysam dedi. Tasavvur qilinglar, qo'lim mana bundoq qilib, yana bitta turba bo'lib oldim. Qaranglar, hozir menda bitta variant, mana shu. Yana bitta variant ko'ramiz. Agar bo'lmasa, mashina nimadir qilib ko'ramiz. Короче, jigarlar yana bitta joy o'ylab qo'ydim. Men bu kolonkani otaveramiz-da. O'rniga o'zim kolonka bo'laman. Tepada knopkalarim bo'ladi. Bittasini bossa mana kolonkada o'tirib beraman, qara. Voy. Mana qaranglar, ichi bo'sh. Ichiga kirib olsamchi mashina. Loq-loq ekan. Mana shunda hamma joy ko'rib ham tursa bo'ladi. Hozir men bitta grim qilaman, shu bilan omon bo'ldi, meni umuman topolmaydi. Imabda qanaqadir tumba bor ekan. Uy! Odam bor ekan, bu yerda joy egallangan. No yaxshi joy topibdi. Xo'p, men qayerga yashinsam bo'ladi? Suvda ko'rinib qolaman. Qayerga yashinsam bo'ladi? Bizda gazon bor ekan-ku. Gazonga yotaman, top-toza gazon. Kelib ustimga prosta tak o'tlardan qo'yib qo'yishadi. Yuzimni yashilga bo'yab qo'yaman. Bo'ldi, meni strategiyam shu. Men tayyorlanaman. Do'stlar, hozir men nafas olishim uchun mana shu kadubkani yuzimga moslab kesib olaman, ketdi mana. Bilmadim bundan keyin omonxon meni ko'radimi yoki yo'q. Lekin menimcha eng atlushi berkin o'tgan, zo'r berkin o'tgan o'zim bo'lsam kerak. Shu nafas olishim va ko'rishimga udobniy bo'lsa bo'ldi. Bundoq qilsam. Ana, hozir mana chiqib turgan yuzimni grim qilamiz va omonxon meni ko'rmaydi. Men bo'lsa omonxonni ko'raman. Va endi do'stlar, biz kiyim olishga keldik va ko'rib turganingizdek shunaqa bir kiyim maskaniga keldik. Ismini ayta olmaymiz. Qara, Maqsud. Meni ustimda har doim meni merchim va nima deb o'ylaysan? Ko'chada yurganda qanaqa kiyim kiysam yarashadi? Men o'ylayman, klassik kiyimlar kiyishingiz kerak. Shu menimcha sizga ancha yarashadi. Bo'lmasam hozir Maqsud menga 3 xil obraz qilib beradi va uni kiyib ko'raman. Baqani ko'ramiz, menda qanaqa o'zgarish bo'ladimi yoki meni merchim menga ko'proq yarashadimi? Buni albatta siz yozib qoldirasiz. No, menga ja rang-berang narsa yoqmadi, shuning uchun ham qoz. Oy do'stlar. No, sal qalin, lekin o'zingiz baho beringlar. Oy do'stlar. Do'st, sen bunisi mana o'zimga ham yoqdi. Polniy ko'rinishi. Va nima desizlar, shu ko'rning olayman. Xuddi shu paytda Sara Malon berkinish uchun juda ham zo'r g'oya topdi. Hozir men manikenlar hammasini olib qo'yish kerak deb polniy. O'zim mana bu yotib olaman. Mashi ideya menimcha zo'r bo'lsa kerak. Omon kelsa ham menimcha maniken deb o'ylasa kerak, topolmaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir manikenlarni qo'yib, sekin o'sha o'zimni yuzimni bo'yashga o'tamiz. Va Sara Malon ham o'z g'oyasini amalga oshirish uchun birinchi bo'lib manikenlarni bitta joyga yig'ib oldi. Mana manikenlarni qo'yib oldim. Endi o'rtasiga tushib olaman. Shunday omonxon meni topolmaydi. Hozir men bitta joyga qarab qo'ydim, o'ylashim bo'yicha eng ideal variant deb o'ylayman. Men 100% uverenman, shu yerda million so'm yutishimman. Mana men bu joyini bir teshib, nimadir qilib, teshib, masjidga maskirovka qilib bekin olaman. Приблизительно ko'rsatib bering, mana men buzmoqchiman hozir.
Ну вот, в принципе, shu teshikchaga ichkariga kirib o'tirib olaman, boshimni chiqarib olaman. Grim ananasdek bo'ladi va bularning orasida по-любому sezilmayman. Hozir men sizlarga primerni qanaqa ko'rinishini ko'rsataman. Nima bunaqa grim bo'ladi, ananasdek 100% ko'rinmayman. Va bu paytda grimyorlar Oybek akani butalar orasida ko'rmaslik uchun yuzini yaxshilab grim qilishdi. Bizda уже maska tayyor. Endi bu teshikdan qarab tursam hech kim farqlay olmaydi. Do'stlar, men bu o'tni, men bu gazonni zo'r joy deb o'ylab turdim. Lekin men bu sun'iy gazonni topib oldim. Mana shunday ochilar ekan, qaranglar. Gilamga o'xshab. Hozir shunday tegiga kiraman-da. Boshim uchun, men bu yuzim uchun teshik qilib turib, o'sha teshikdan yuzimni chiqarib olib, yashilga bo'yab qo'yaman. Keyin yotiraman, tayyor bo'laman challenge-ga. Qani bo'lmasam ketdi. Bravo, мне помоги. Hozir qaranglar. Yopasan, gapiraman, ovozim chiqqan joyga qo'lingni qo'yib ushlab turasan, keyin men pichoq olib kelib teshaman shu joyga. Oy. Va bola berkayotgan paytda biz parkka keldik. Va hozir Toshkentdagi eng katta amerikanskiy gorkada men Maqsud bilan uchaman. Maqsud, sen oldin uchganmisan hech? Yo'q, men birinchi marta uchyapman. Hozir bilmayman qanaqa emotsiyalar bo'ladi. Yo'q. Bo'lmasa, davay chiqdik. Oy. Bolalar qanaqa berkayotib bilmadi-ku, lekin biz mazza qilib beribmiz. Let's go. Do'stlar, biz ana endi chiqib qoldik va hop, qanaqa emotsiyalar Maqsud, qanaqa emotsiyalar? Ben hozircha normal. Chunki asta sekin tepaga qarab chiqib ketaman. Hozir eng yomoni pastga tushib ketishi bo'ladi. Mana bu odamlar aylanadigan joyi ham bor ekan. Va xuddi shu paytda Umarbek korobkalar yordamida yuzga niqob yasab oldi. Do'stlar, grin tugadi. Ko'ryapsizlar, korobkaga aylanib qoldim. Hozir korobkani kiyib ko'ramiz, ko'rinamanmi yo'qmi? Qanday do'stlar? Omoho, hayotda topolmaydi. Kommentariyga yozib qoldiringlar, kim oxirgi bo'lib topiladi? Menimcha men yutsam kerak. Gapir. Raz, mana. Ya, qo'rqmas. sorry. Mana. Tak. Bo'ldi, shu yerda qo'ling ushlab tur. Bo'ldi, shapti. Men o'zimning vazifamni bajara olmadim. Давай, Всё, давай, Bobur, спасибо. Va Sardor Steyn o'zini yuzi chiqib turishi uchun gazonni kesib olib, yashirinish uchun tayyorlangan joyga yotib oldi. Teshikni qaranglar, bittada idealni kesganman. Gap yo'q. Endi bitta grimyorni chaqirib yuborsang, meni yap-yashilga bo'yab qo'ysa, bu men tayyorman o'yinga. Shu tarzda Sardor Steynning yuzini xuddi o'tni rangidek qilib qo'yishdi. Do'stlar, mana hozir grimimizning oxirgi qismlariga ham kelyapmiz. Va ozginadan keyin men shunchaki yer bilan bitta u ketaman. Yaxshi ma'noda. Aslida siz shuncha mehnatga like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar va kommentga Sardor Steyn legenda deb albatta yozib qo'ying. Va oradan 5 minut o'tib Sardor Steyn ham tayyor bo'ldi. Men o'ylayman, Omoxon baribir ham ichkarida ko'proq qidiradi, chunki joy ko'proq. Men shuning uchun ochiq joyda, ko'chada bekinaman. Shunga ham men bor imkoniyatdan foydalanishim kerak. Misol uchun to'nkaning yoniga o'tirsamchi, ibam. Va mendan misol uchun to'nka yasasachi. Yo'q, bilin, ochiq joyda o'tirish vashshini variant. Bu paytda Sara Maloyni grimyorlar xuddi manekendek oq rangga bo'yab qo'yishdi. O'rtoqlar, xuddi qo'l oyog'imni boylagandek mana shuni turg'izib qo'yishdi. Bundoq qilsam, orqam g'alati bor, tortilayotganga o'xshaydi. Bundoq qilsam yuzlarim. Atak bu makiyajdan keyin Omonxon topolmaydi deb o'ylayman. Topib olsa, men bilan aytib qo'ygan bo'ladi. Kimga o'xshaganimni kommentariyada belgilab ketinglar. Men o'zimni bitta odamga o'xshatdim, nima sizlarga podskaska bermayman. Sizlarning fikrlaringizni ko'raman. Va shunaqa qilib Sara Maloy o'zi topgan niqob bilan shu joyga berkinib oldi. Bu tomon kichkina basseyn bor. Eng qizig'i pustoy basseyn emas, ichida sharik o'yinchoqlar bor. Bo'lma degani bularni ishlatish kerak deb o'ylayman. Bizning niqobli bekimachi olib qo'yganim uchun men, конечно, vaqt ketkazmasdan grim bilan mashta bekinaman. Qanaqa qilib hozir o'ylab ko'ramiz va o'zlaringiz hammasini ko'rasiz. Xo'sh, Maqsud, qalay senga attraksion? Voy, vashti terlab ketdim, bor. Suvlar oqib ketdi peshonamdan. Eng qizig'i bilasanmi, bu attraksionga o'tish uchun oddiy karta emas. Anxor Park va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan kartani sotib olish kerak bo'ladi. Do'stlar, bu hech qanaqa reklama emas. Bu meni maqtanchoqligim deb qabul qilsa bo'ladi. Ya'ni men 4 yildan beri YouTube yurg'izib, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni ko'tarishga harakat qildim va banihoyat Toshkent markazidagi eng katta parklarning biri bilan hamkorlik boshladim va ko'rib turibsizlar, rasmimni yaqindan olib maqtanaylik. Va do'stlar, agarda sizlar ham o'zingizga xuddi shunaqa Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi kartasini olib, shu orqali bonuslarni yutmoqchi bo'lsangiz, prosta istalgan Anxor Park kassasiga boring va Omonxon kartalarini so'rang. Va bilasizlarmi do'stlar, eng qizig'i nimada? Agarda sizlar Omonxon kartasining ichiga parkda prям dam olish uchun 100 ming so'm qo'ysangiz, bu pul 200 ming so'm bo'lib tushadi. Ya'ni bitta attraksionga bir marta emas, 2 martalab mazza qilib tushishingiz mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, bu imkoniyat faqatgina meni obunachilarim uchun. Shuning uchun ham albatta Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi ostida bo'lingan kartani sotib olinglar. Va aytgancha bu yoqqa yurgin.
Va bilasanmi, Maqsud bu omonxon kartasini prям xarid qilib, Anxo parkida mazaq attraksion ishgan odamlarga qanaqa mani ashaddiy surprizim bor. Qanaqa? Hammasi juda ham oddiy do'stlar, qaranglar mana. Kartani yaqinroqdan olsang, mana bu yerda 6 ta son turibdi. Va hamma kartada mana shu 6 ta son 6 xil bo'ladi va bilasizlarmi, nimaga aynan bu ma'lumotni men hosiliga topaman? Chunki biz random orqali bu kartani sotib olgan insonlarni aniqlab va 100% tasodifiy ravishda 50 ta insonni tanlab olib, ular bilan birgalikda yangi YouTube videoni suratga olamiz va mana shu videoga agar sizlar qatnashmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta aytib o'taman, Anxor va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan Omonxon kartalarini olinglar va istalgan pulni tashlab uni 2 barobarga oshirib, bemalol Anxor parkida istalgan attraksionlarda uchinglar. Bu oradan biroz vaqt o'tgandan keyin esa faqatgina karta olgan insonlar bilan men o'zimga yangi YouTube video olaman. Bu hammanglar, xolos, o'ylashim bo'yicha hammanglar tushundinglar va ana endi bo'lmasa Maqsud biz hozir darsga qaytamiz va men Berkinga ishtirokchini topishim kerak. Let's go. Bu paytda esa Ahror grim yordamida ananasga aylanayotgan ekan. Jigarlar, mani grimman tayyor bo'ldi. Kulolmayman, normalni gapirolmayman, lekin men уже tayyorman. Mana shunaqa bo'ldi. Orqamni ko'rmaydi va biz nariyoqqa o'zimizning joyimizga bekib olamiz. Alright, ketdi. Va shu tarzda Bobreloni ham basseyn ichidagi sharlarga o'xshatib bo'yab olishdi. Aniqrog'i tarvuzga. Vaqt ozgina qoldi, endi suvga tushish vaqti kelyapti. Bunaqa syomkada men birinchi marta lekin o'zlaringiz bilasiz, ekstremal tushiraman. Поэтому muzli suvda yotaman. Ay! Arbuz piyorni. Ay, Omonxon men topolmaydi. Jigarlar, men bo'lsa tayyorman. Do'stlar, oradan 2 soatdan o'tdi. Men endi bola yashimagan bo'lsa ham, uji kech. Men topgan bolamni jo'sgacha zo'rayman. Let's go. Va barcha ishtirokchilar mana shu dachiga berkinishgan. Va hozir men ularning hammasini topaman. Qaranglar do'stlar, bizni mana shu joyni o'zini juda ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va qidirishni boshlashdan oldin albatta do'stlar like bosib qo'yinglar. Chunki mana shu videoga hoziroq sizlar 101 ming like va mana shu videodan menga 22 ming yangi obunachi kelish kerak. Chunki bundan keyin men Darknet videosini chiqarmoqchiman. Va Darknet videosi chiqish uchun shu vaqtga beringlar. O'rtoqlar Omonxon o'zi qidirishni boshladi. Menimcha birinchi bo'lib tashqari qidiradi. Katta ehtimol tashqaridagilarni birinchi topadi. Tashqarida menimcha Sardorishteyn и Babrello bor. Muhimi men ichkaridaman, yaxshi o'tiribman. Bo'pti o'rtoqlar, bo'lmasa men bekindim. Hammanglar, bo'lmasam boshda yaxshilab qarab chiqaman. Chunki to'g'risini aytsam, ishtirokchilar любой joyda bo'lishi mumkin. Misol uchun shunchaki o'tini tusiga kirib olgan bo'lsa-chi. Shuning uchun ham yaxshilab qaraymiz. Yo'q, bu hech kim yo'q. Mana nima? Oy bilat. Yo'q-a? Do'stlar, hozir Omonxon hovlining narigi chekkasida ag'dar-to'ntar qilib yotibdi. Prosta takamani qidirib, o'ylaymanki, meni kelib topolmaydi. Xo'sh do'stlar, bizda hozir qidirishga qanaqa yo'llar bor? Birinchi o'rinda mana bitta basseyn. Bu bilet. Basseyn yuz hech kim bo'lmasa kerak. Chunki eng oddiy joy, yosh bola kiradi basseynga. Stop. Do'stlar, mamlaqa gazolli bo'lsa, kimdir orqasiga kirib olgan bo'lsa-chi, prям o'tni ustidan chizib olib bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham yaxshilab qarab chiqish kerak. Onasini emsa. Do'stlar, Omonxon hozir oldimdan o'tib ketdi. Meni tepib ketdi. Topishga imkoni bo'lmaydi, qarab turinglar, yutamiz biz. O'tlikni ko'rasizmi? Kim bu? Yo'q, bu yerda odam yo'q. Ham daraxtga chiqib olganman ham. Ham archanichidami yoki? Yo'q. Bunaqa originalni niqob qilish qiyin bolalar. Shuning uchun ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va aytgancha do'stlar, videoni boshida aytib o'tganimdek, menga qidirishga atiga 1 soat vaqt berilgan. Va mana ko'rib turibsizlar, menda o'zi yana qancha vaqt qoldi, shuning uchun ham tezroq qidirishim kerak. Ey xudoy, bitta ham odam topmadim. Muje, va qanaqasiga bitta ham odam topmadim, ey? Stop. Mana shu 100% kimda chiqib qolgan bo'ladi. Chunki 100% berkinishga zo'r joy. Shuning uchun ham kimdir bor? Net. Yaxshilab qarang-chi. Men 100% odam bo'lish kerak. Men kimdir ovozini eshitaman. 100% yo'qmi? Yo'q. Cho'ta, men xontaxtdan tagiga kimni kirib olganmi yoki? Ha? Sinib qoldim. Всё. O'ylashim bo'yicha buni hech kim ko'rmadi. Biz esa qidirish davom etamiz. Do'stlar, qanaqasiga hovliga bitta ham odam berkinmadi? Men boshqa tushunmayapman. Omonxon! What? Ichkaridan kimdir baqiryapti. Stop. Do'stlar, u 100% musorchelida bo'lish kerak menimcha. Chunki musorchelaga berkinish bu eng zo'r xod. Yo'q, bu вообще yengil bu. Вообще musorchel. Shoshmang, men zina bor ekan, zinadan chiqaylik-chi. Va do'stlar, men hozir tepaga chiqdim va tepada ham hech kim. Bu toshida berkingan joyi o'zi yo'q. Balkim orqamdagi devorga kimdir kirib olgan bo'lsa-chi.
Yo'q, ajralib turgani yo'q, bir xil ketyapti. Da bilaman, berkinga insonni topishga juda oz vaqtim bor, lekin men shunaqangi zo'r qidiruvchimanki, prosta tak na easy topib qo'yaman hammasini. Va qanaqasiga bunaqa tabiatga like bosib, Omonxon YouTube kanalini 4 million obunachiga olib chiqishim mumkin. Shoshmang, endi bitta o'zim telefondan ham o'zimga video olib oling. Do'stlar, men shunaqa joyda mana quyoshni qaranglar. Va mana shunaqa katta dachada biz hozir berkinmacha olamiz. Va mana buni qaranglar. Polniy. Hamma yo'q anaqada. Stop. Stop. Wow, bu 100%. Voy, men buni ko'proq deb o'yladim boya. Do'stlar, biz o'sha birinchi ishtirokchini topib bo'ldik. Naqadar kuchli bo'laman. Voy, qatta ekan, men ko'rmayapman. Boburolni topishdi hozir. Boburolni topishdi. Пока что bitta ishtirokchi kamaydi. Ну, пока yutolma. Qanaqasiga bunaqa bassenda berkinish mumkin Boburolni? Ha, Boburolni topishdi. Mani taktika, mani do'stim, mani partnyorim tarvuz edi, lekin meni birinchi bo'lib topdinglar. Ikkita zirak bo'lib, yuzga yopishib qolibdi. Qani keling-chi. O'rtoqlarimcha Boburolni topib olishdi. Cho'ti baqir-chaqir bo'lyapti. Sekin ichkariga kiradi menimcha Omonxon. Shuning uchun addish ichidashga harakat qilamiz. Bu meni oxirgi yo'l topadi. Boburolni, qarang, siz 6 ta ishtirokchidan birinchisiz va men 1 soat davomida qolgan hamma topishim kerak. Dachi kurtus juda ham katta. Va agar menga yordam bersangiz, men sizga 1 million emas, mayli, yutmaysiz, shuning uchun 100 ming so'm beraman. Men sotadigan bola emasman, lekin ikkita narsa aytaman. Birinchisi, mendan yaxshiroq joy qidirib, yaxshiroq grim qilgan odamlar bor. Ikkinchisi, meva qidiring. Meva. Ya, menimcha prosta Boburolni chaqiryapti. Hammali bo'ldi. Qarang, men birinchi etajdagilarni eshitolmay, ular Omonxon deb turib baqirishyapti-da. No eshitinglar. Omonxon! What? Shoshma ichkarida kimdir bor. İçkarıda 100% kimdir bor, qidiramiz. Bilan kelyapti. O, do'stlar, uy ichida voqe berkinadigan joy ko'p. Bu shoshmanglar bir chekkadan qarab o'tinglar. Mana bu yerda konditsioner, pardalar orqasida 100% odam yo'q. Eng qizig'i bor-ku, yoniga borib qaramasa ko'rib bo'lmaydigan darajada berkinishgan, 100%. Do'stlar, Omonxon meni hali ham topolmadi. Menimcha eng zo'r bekingan odamman. Do'stlar, mana bu divanning tagida ham kimdir bo'lishi mumkin. Buni men hammasiga yaxshilab qarashim kerak. Men Pokedan ekan. Pokedanmi? Buncha odam bo'lishi mumkin. Shoshmang, qani, men xonaga kiraylik. Men xonani sening uchun ochib qo'yishgan. Qanaqadir manekenlarni tegib, meni o'zicha odam deb o'ylaydi deb o'ylayaptimi? Maneken ustiga masalan material tashib qo'ysa, Marian odam deb o'ylab borib ochib cho'chishi mumkin. Menimcha vaqt kam bo'lganiga shart qilmang. Mana bu yerda, bu ochki saramaloyniki. Mana bunaqa singan nimadirlar. Demak, shu uslubda kimdir berkingan bo'lishi mumkin. Mana bu bu hech kim. Tashqarida ichib ketganmi? Ha? O'rtoqlar, menimcha eng oxirgi bo'lib men topilsam kerak, chunki Omon tashqaridan qarab bo'lib, Boburolni topib ichkariga kirib ketdi. Bo'ldi, u tashqarida umidini uzdi. Endi oxirgi bo'lib men topilaman. Bu hamma do'stlar, men qidirishimga juda oz vaqt bor, shuning uchun ham juda tez qidirishga majburman. Mana bu yerda balkim uxlashgandir. Xo'p, hammali. Mana bu yerda esa Hoppa! Mana shu ko'rpachaning tagida kimdir bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q. Parda orqasidan. Do'stlar, уже 10 minutdan ko'p vaqt o'tdi, men albattagina bola topdim. Men nima bu? Patologdan shoshmang. O'rtoqlar, Omonxon kirdi, Mametlarni nimadirlarni qidirdi, ko'zimni zo'r o'xshab turdim, ochib olmay deb. Yonimdan o'tdi-da, keyin o'yladi, manekenlarni obmanga deb, aldotdi deb o'yladi-da. Voy, kelyapti. Qayerda bo'lishi mumkin bular, Boburolni kelyapti. Ha, Bobur? Shotam qanaqa vaqt kimdir topdingizmi? Sizni topdim-ku. Yo'q, boshqa hech kim topmadingizmi? Siz sotib bermasangiz, men shu topolmayman lekin. Men bitta narsa aytaman, yana bir bor. Bu yerda sotqinlik bo'lmaydi, lekin kreativnost ishlatgan odamlar bor. Xo'pmi? Aytganimdek, mevaga e'tibor qiling va sirli ishtirokchilarni topishingiz kerak. Давай, делай, broski. To'g'risini aytsam, men hech qaysi gapiga tushunganim yo'q. Menimcha prosta meni chalg'itib vaqtim o'tdi. Shuning uchun ham basseynga kelamiz. Ketdik basseynga. Skoch, demak kimdir qizil rangga bo'yalgan. Buni hozir men topaman. Mana korobkalar. Va 100% korobkalarning ichida kimdir bo'ladi. Voy, men bunda odam borligini. İçi bomboş-ku buni. Bu odam berkinishiga явный joy-ku. Bo'lmasa, mana bunaqa kichkina korobka hech kim berkinmasa ham kerak. Hammani, shoshmang, men aytganimga qaraylik.
bu hech qayerda yo'q-ku, bilay. Mana buni prosta qaranglar. Mana shu yerda o'tirishim mumkinmi? Bo'tda esa. Bam. Qoch bu yerdan. Sen yutasan, men senga yordam berdimmi, yutasan sen. Ketdik dal ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Yo'q, prosta do'stlar, logishni o'ylab qaraganda, mana korobkali bo'ladi, kichkina aldash uchun bitta katta korobka bo'ladi, o'shancha odam berkinadi. Bu yerda unaqa emas. Do'stlar, hozirgina omoqim kelib ketdi. Mani ko'rishga ozgina qoldi, lekin topolmadi. Vashi qo'rqib ketdi. Menimcha endi meni umuman topolmaydi. Hop, zinada, iji tualetning bo'lmagani. Stop. Oling, mana qarang. Mana tegi teshiq yoki zinan tegi bola kirib olganmi? Mening qizim nega butlar qorong'u? Yehe! Mana buni qarang. Voy, bu nima bu tualetning bo'lmaganini olib tashlaganmisan-la? Men o'ylashim bo'yicha, mana bu yerda точно kimdir bor. Shuning uchun ham mana senga. Ha? Stop. Mana Bobrello aytgan mevalar. Bu yerda bir tinga qimmat ananasi bor, va bu yerda qovun bor. Mana bu yerda to'g'ralgan ananas. Nimaga to'g'ralgan? Bile, o'zim ham aytdim, Bobrello to'shimizdan chalg'itgan. Chunki men bu yerda odam ham yo'q-da, bilay. Yoki parda orqasidanmi yoki? You are my sunshine. Yaxshi obraz, yaxshi. Qimirlamasdan tura oldingizmi? Belim og'rib ketdi, вообще. Men birinchi bo'lib chiqib ketdim degan. Sardorsteindan ikkinchi o'rin bo'lib tursang, roziman yetishchi. Do'stlar, hech qaysi xonada hech kim yo'q. Mametlarda ham yo'q, qara. Mametlarda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bular? Umuman tushunarsiz. O'sha asabim buzilib ketadi. O'sha 20 minutdan beri qidiryapman. Bunasini bular qo'lim. Mana shartlarni qaranglar. Men chalg'itish uchunmi bular? Shoshmanglar, normalniy qaranglar. Men juda aytmoqim. Men juda nesurni qaryapman. Balki asabim buzilib ketadi. Chunki to'g'risi do'stlar, hozir nechta 5 ta ishtirokchi qoldi. Agarda 5 ta ishtirokchi yutsa va 5 ta ishtirokchiga men 1 million so'mdan berishim kerak bo'lsa, 5 million berishim kerak bo'ladi. Men buni xohlamayman, Nahot ikkinchi etajda bitta ham odam yo'q. Omorxon. Do'stlar, shunchalik yerga zo'r yashinganmanki, yer bilan bitta bo'lib ketganmanki, o'sha baqirib chaqirsam ham topolmaydi menimcha. Va do'stlar, shunchalik qiynalib yer bilan bitta bo'lib yotganim uchun o'zingizlar iltimos bitta like qo'yib qo'yasizlar. Va Sardorstein legenda deb kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Ketdi. Bizni menimcha hali bu xonaga kirganimiz yo'q, shuning uchun ham do'stlar, goblin qilib bu videoda nima qildi? Bo'y yo'qol, Nima? Nimadir? U nimaga keldi? Bu do'stlar, men umuman tushunmayman. Bunaqa videoda balo bormi goblinga? Do'stlar, вообще-то sizlar tasavvur qilsam, hozir men bosh videoman, bu videoda boshqa klon paydo bo'ldi. Nima bu Darknet klonlar jinni bo'lib qolganmi? Qani? Hozir shu dedi, to'g'rimi? Shoshmang. Вообще-то klon bizga u nimaga keldi dedi menimcha. Просто o'zinglar eshitdinglar. U nimaga keldi? Kim keldi? Men вообще tushunmayman. Bittasidan senga surpriz bor dedi, bittasi u nimaga keldi dedi. Kim keldi bilan? Hop do'stlar, menimcha meni hech kim topa olmaydi. Kommentariyada kim uchun yozib qoldiringlar. Yo'q, lekin do'stlar, bilasizmi nima? Men juda bir nojiddiy voy bilan. Boshqa bilan. Men bugun xalaqit beradigan odamman. Yuziga ham qaranglar, qanaqadir klon bo'lib yotibdi. Stop. Bobur mevani oldi dedi, to'g'rimi? Mevani oldida xos paydo bo'ldi. Shu mevani yaxshilab qarab ko'raylik. Men qara. Qamalib qo'ydinglar meni. Bobrello ochib yuboring, qamalib qoldim. Sekretniy kod. Vaqtim ketdi, men odamni topishim kerak. Sirli so'z ayting, sirli parol. Like bosinglar do'stlar. Shoshmang. Da. Sirli parol. Bobrello, aningda iltimos menga xalaqit berasiz uchun uzoq o'tiring. Ha, podskaska beraymi? Yo, bo'ldi, podskaska kerak emas, bo'ldi, qoching. Bo'ldi, men o'zim uchun tushunib oldim. Shoshmang. Qarang. Yaqinlashtiring. Ko'rasizmi? Kim bu? Sen sotding beni. Bobrello sotdi meni bile. Do'stlar, ahroram uni topildi. Ular prosta yashin olmaganda, normal joyga. Mana men chotga yashinganman, men yaqin ham kelgan edi. Voy, bile
axir sig'dimi stolga? Let's go! Mani oxirgi bo'lib topdingizmi? Siz ikkinchi bo'lib topdim. Men yutqizdimmi hozir? Siz qanaqasiz? Yuz, mana buni qarang, do'stlar, poking kesib kiryapti. Boshingizni qarang. Men bilasizmi qanaqa bilib qoldim? Keldim-da, yana yonda mana bu kley joyini ko'rdim-da. Dedim, kimda ananas achib qo'yibdi dedim. Keyin yaqindan qarasam baqirvordi, qo'rqib ketdim-da. Demak, do'stlar, bizlar Ahror Alixonovni ham topdik. Lekin Topishdi mani ya. shoshmang, ananas olib keling, qani? Biriga biru. Do'stlar, men umrimda ko'rmaganman bunaqa berkinmachoqni, ya'ni bu darajada mehnat qilgan berkinmachoqni. Qani? Shoshmang. Bittalab detallarini kesib olib yopishtirilgan ekan va shuning uchun ham do'stlar hoziroq grimyorlarimizga rahmat aytib qo'yish kerak. Ya'ni respekt aytib qo'ying. Ya'ni bu uchun sizlar albatta boya aytib o'tganimdek o'sha 101 ming like va 22 ming yangi obunachi kerak. Va Ahror aka topildingiz. Aman esa o'sha yarim vaqtim o'tib bo'ldi va shuning uchun tezroq qidirib ishtirokchilarni topishim kerak. Ikkita meva Mani sotib qo'ygan inson. Men sotganim yo'q. O'zinglar bilasizlar kommentariyada nima yozishni. Do'stlar, men yana tashqariga chiqib qoldim. Quyosh ham botdi, bu degani vaqtim tugadi. Xo'p, boya Babrello yugurdi. Men ko'rdim boya, esingizda bo'lsa. Lekin Babrello gazon ustidan yugurmadi, Mametdan yugurdi. Bu degani gazonda kimda bo'lishi mumkin, ha? Chunki ayniqsa Ahror qilig'idan keyin ishonavringlar, Lubojada bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Boy gazon ichida sardor terim berkinganda hozir topiladi sardor. Stop, men bu gazon ichida salmonlar yemirligan. Yo, bu jamnaqa bir aql bo'lsa kerak. Просто do'stlar, menga eng alam qotgan narsasi, men bu dachaga umuman hali kirganim yo'q. Ya'ni ichkarisiga hozir qidirish uchun kirdim. Ya'ni bungacha bo'lgan holatni umuman bilmayman. Shuning uchun ham bolalar balkim o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Bolalar balkim yerni kovlab, o'ziga balkim quduqli qazgan bo'lishi mumkin. Men umuman shuni bilmayman. Xo'p, archada bo'lmasa qayerda bo'ladi? Archada bo'lmasa. Archada bo'lmasa lekin mana bunda bo'ladi. Ay, блядь, bak qidiryapman bu yerda men. Do'stlar, qayerda bo'lishi mumkin, Mana, Lyubov berkinmoqchi odam daraxt yoki archaga chiqadi, uyga berkinadi, nima qiladi? Bironta chuqur joyga kirib oladi. Musor chelinni ham chida yo'q. Do'stlar, sizlar hozirgina ustimdan bosib o'tib ketdi. Mana shu